Bismillahirrohmanirrohim. Alloh taologa hamd va sanolar, payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallamga salatu salomlar bo'lsin. Qur'ondan hayotiy darslar turkumidan navbatdagi suramiz Fil surasi ekan. Alloh taolo bu suraning avvalgi oyatida aytadiki: Alam tara kayfa fa'ala robbuka bi ashabil fil. Robbingiz fil ahli bilan nima qilganini ko'rmadingizmi deb payg'ambar sallallohu alayhi vasallamga xitob qiladi. Alloh taolo Makka ahliga o'z qudratini eslatadi. Abraha Ka'bani vayron qilish uchun filli qo'shin bilan keldi, ammo Alloh ularni halok qilib yubordi. Bu oyatdan oladigan amaliy darsimiz: Allohning uyiga qarshi yo'nalgan har qanday kuch yo'q qilinadi. Haqiqat esa Allohning qudrati ila doimo g'olib bo'ladi. Biz ham hayotda moddiy kuchlarga suyanib, Allohning qudratini unutib qo'ymayapmizmi? Ikkinchi oyatda Alloh taolo aytadiki: Alam yaj'al kaydahum fi tadlil. Ya'ni ularning hiyla-nayranglarini yo'qqa chiqarmadiganmidi? Keyingi oyat karimada Alloh taolo aytadiki: Alam yaj'al kaydahum fi tadlil. Ya'ni ularning hiyla-nayranglarini yo'qqa chiqarmaganmidi? Abraha va uning qo'shini reja tuzadi, ammo Alloh taolo ularning yovuz maqsadlarini barbod qiladi. Bu oyatdan oladigan amaliy darsimiz: Allohning irodasiga qarshi chiqadigan kuch ojiz holda mag'lub bo'lur. Hayotdan bir misol keltiradigan bo'lsak, ba'zan inson katta rejalar qiladi, lekin arzimagan bir sabab bilan rejasi amalga oshmay qoladi. Allohning irodasi barcha narsadan ustundir. Alloh taolo bu suraning 3-oyatida aytadiki: Va arsala alayhim tayran ababil. Alloh taolo ularning ustidan gala-gala qushlarni yubordi. Kichik parrandalar Allohning izni ila katta qo'shinni mag'lub etdi. Bu oyatdan oladigan amaliy darsimiz: Alloh xohlasa kichik maxluqotlar bilan ham katta kuchlarni yo'q qiladi. Katta filli qo'shin qushlar oldida ojiz qoldi. Bu suraning 4-oyatida Alloh taolo aytadiki: Tarmihim bihijaratin min sijil. Qushlar esa ularning qo'shiniga sopol toshlarni otardi. Bu toshlar Allohning azobi sifatida ular boshiga yog'dirildi. Bu oyatdan oladigan amaliy darsimiz: inson faqat Allohga itoat qilish bilangina azobidan qutula